Amazonda ishlash uchun angliski kerakmi, yo'qmi deydiganlar uchun. Mana shu kameracha sizlar bilan gaplashadi. U tarafida odam bor. Mana shu joyda agar gapini tushunib, savol-javob qilib o'tirolsangizlar, u tarafda o'sha fasilning ichiga kirgandan keyin sizlar bilan unaqa savol-javob qilib o'tirmaydilar. Bu yoqda ham so'raladigan narsasi 2 ta glavni narsalari bor. Mana bunaqa kodi bor yukingizni, mana shuni oxirgi 4 tasini ingliz tili aksent bilan ayta olsangiz, ya'ni inglizchasiga ayta olsangiz, tushunsa bu bo'ldi. Eshitinglar nima deydi. Mashina o'chiraydi. Hi, how are you? Yeah, great, thanks for asking. Could you help me with your load ID, please? TMR5. Bu uzuncha TMR5 deya olmaysizlar. Bular tushunmaydi chunki. Please come back after 3 hours for your pickup, okay? Can I stay here? Yukimizga narx qarib 5 soat barvaqt degan edik. Yukimiz hali tayyor emas ekan. Bizdan chiqarib yuboryapti, mana 4,5 soat barvaqt degansan deb. Ba'zida nomeringizni so'raydi. Mashina nomerini, lekin hammasini ingliz tilida aytish kerak. O'zimiz tilda TMR5 desangizlar bu tushunmaydi. Amerikada по-любому sizlarga ingliz tili kerak. Tim bo'li hozirgi vaqtda trakka chiqayotganlar ingliz tilini zo'r o'rganib chiqishlaringiz kerak, akalar. Hay bir gap bo'lar deb chiqsangizlar, qiynalib qolishlaringiz mumkin, bratlar. 12 ta trak ishsiz yotibdi, akalar, ishsiz. Shuning uchun akalar zo'r kompaniyada ishlash kerak-da. Normal kompaniyada ishlasangizlar, yuk topib bera oladi-da sizlarga. Takoy kompaniyalarda ishlasangizlar, bozor zo'r bo'lsa ham yuk yo'q, aka uzr deb qo'yaveradi dispetcherlaringiz.